Pulim yetmayotganda yo'l kiramga. Shu 5 ming so'm bera olmaysizmi bola? Iloji bo'lsa-da, agar iloji bo'lmasa mayli, shart emas. Iloji bor. Iloji bor. Yo'l kiraga desang, iloji bor. 5 ming so'm chiqadimi? Chiqadi mana bu. Qancha bu yoqda? 8 ming so'm. Yo'q, bo'ladi. Yo'l kiraga Ko'p emasmi? 5 ming so'm yetadi menga. Ko'p emas. Bo'ladi. Ha. Nimaga menga pul beryapsiz? Yaxshilik qilyapsiz. Hozir mana shu bergan pulim 2 ta nonga yetmaydi. Bu yo'l kiraga degandan keyin yo'l kira bu odamni izo qiladi. Shopir bir narsa desa, xalqning ichida izo tortib qolishingiz mumkin. Shuning uchun bir 2 so'm dishnisi bilan beryapman. Do'stlar, nihoyat biz uy insoni topdik. Qayon bobomiz e'tiboringiz markazida. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Pensiya yetmaydi, lekin yo'lga chiqib ham ozroq ishlab kelaman deb, to'g'risi u. Birovga muhtoj bo'lgandan ko'ra tilamchilik qilgan yaxshi degan fikrga o'zimcha fikr qilganman. Mana shuni olib qo'yasiz hozircha. $500 va hali yana xalqimiz